Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Bugungi darsimizda Qadr kechasida o'qilinadigan namoz va qilinadigan ibodatlar haqida gaplashamiz. Qadr kechasida quyidagi ibodatlarni qilish tavsiya etiladi. Birinchi, xufton namozini masjidda o'qish. Agar xufton namozini masjidda o'qiy olmasangiz, imkoningiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, uydagilar bilan jamoat bilan o'qish. Nima uchun xufton namozini jamoat bilan o'qish kerak? Bunga quyidagi hadis dalil bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam kim xufton namozini jamoat bilan o'qisa, go'yo kechani yarmini bedor o'tkazibdi deganlar. Imom Muslim rivoyati. Ikkinchi, taroveh namoziga qatnashish. Taroveh namozini iloji boricha masjidlarda o'qishga harakat qilish kerak. Agar siz taroveh namozini masjidda o'qiy olmasangiz, uyda o'qisangiz ham bo'ladi. Hamda ayollar ham uyda bemalol taroveh namozini o'qisalar bo'ladi. Ayollar uchun ham, erkaklar uchun ham biz taroveh namozlarini o'qish videolarini YouTube kanalimizga joylab qo'yganmiz. Uchinchi, nafl namozlar o'qish. Nafl namozlar deganda eng afzali tahajjud namozini o'qisangiz ham bo'ladi. Tahajjud namozi bilamiz, 2 rakat, 2 rakat, 2 rakatdan jami 8 rakat o'qilinadi hamda oxirida vitr namozi o'qilinadi. Agarda vitr namozini o'qimagan bo'lsangiz. To'rtinchi, qazo namozlarini o'qish. Misol uchun bomdod, peshin, asr, shom, xufton namozlarida oldingi qazodan qarzlaringiz bo'lsa, masalan 10 yillikmi, 15 yillikmi ayrimlarda shunaqa bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. O'sha namozlarning qazosini o'qisangiz bo'ladi. Faqat farzlar o'qilinadi. Bomdod 2 rakat, peshin 4, asr 4, shom 3 rakat farz, xufton esa 4 rakat farz hamda 3 rakat vitr vojib namozini ham qazosi o'qilinadi. Xo'p, niyat qanday qilinadi? Alloh roziligi uchun qiblam bo'lmish Ka'ba tomonga yuzlanib, oxirgi bomdod namozini qazosini o'qishni niyat qildim. E'tibor bersangiz, oxirgi degan jumla qo'shiladi. Peshinda ham shunaqa, peshinda ham shunaqa, oxirgi peshin namozini qazosini o'qishni niyat qildim. Oxirgi asr namozini qazosini o'qishni niyat qildim. Hammasi shunday holatda o'qilinadi. Agar sizda qazo namozingiz yo'q bo'lsa, 5-amalga o'tamiz. Xo'p, 5-chi, Qur'on tilovati. Qur'oni Karimda arab tilidagisini o'qish juda afzal hisoblanadi. Ramazon oyida iloji boricha ko'proq Qur'oni Karim o'qish tavsiya etiladi. Agarda siz Qur'oni Karimni arab tilida o'qishni bilmasangiz, o'zbek tilidagi tarjimasini o'qisangiz ham bo'ladi, hamda tarjimalarini tafakkur qilish. 6-chi zikr. Zikr deganda masalan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, la ilaha illalloh tasbihlarni aytish masalan nazarda tutiladi. Har birini eng kamida 100 martadan aytsangiz yaxshi. Subhanalloh 100 marta, alhamdulillah 100 marta, Allohu akbar 100 marta. Yana o'zingiz sharoitingizga qarang. Masalan 33 marta aytsangiz bo'ladi. Imkoniyatingizdan kelib chiqib 200 marta, 300 marta qancha ko'p aytsangiz, shuncha yaxshi amal hisoblanadi. Aynan 100 marta degan narsa yo'q. O'zingizni vaziyatingizdan kelib chiqib aytasiz. Xo'p, 7-chi istig'for aytish va tavba qilish. Istig'for deganda bizda eng ko'p tarqalgani, ekranda arabchasini yozib qo'yibmiz hamda kiril alifbosda ham yozilgan astag'firulloh, astag'firulloh. Mana shu so'zni aytsangiz, mana shu istig'forga kiradi. Hadislarda keladi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kuniga 70 marotabadan ko'proq istig'for aytganliklari keladi. Istig'for aytayotganda faqat e'tibor beramiz. Astag'firulloh. Bizda ko'pchilik x qilib aytib qo'yadi. Astag'firulloh deb. Shunga e'tibor berib ketasiz. G bo'lish kerak. Astag'firulloh. Mana shunday holatda aytasiz. 8-chi, salovat aytish. Iloji boricha ko'proq salovat aytish kerak. Salovatni ham biz arabcha holatda yozilganini qoldirdik. Agar siz arabchani bilmasangiz, kiril alifbosida ham o'qilishini qoldirdik. Salovatni ham eng kamida 100 marta aytganingiz yaxshi, lekin aytib o'tamiz, yana o'zingizni vaziyatingizdan kelib chiqib aytganingiz ma'qul. 9-chi duo. Duo o'zingiz uchun va yaqinlaringiz uchun va ummat uchun duo qilish nazarda tutiladi. Hamda duoda aynan Qadr kechasida o'qilinadigan duo bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan tavsiya qilingan duo bor. Mana ekranda ko'rib turibsiz. Ushbu duoni ham iloji boricha ko'proq aytganingiz yaxshi. Yana o'z sharoitingizga kelib chiqib ko'proq aytaverasiz. Xo'p, keyingisi 10-si ihson qilish, miskinlarga yordam berish. Iloji boricha, ya'ni o'zingizni vaziyatingizdan kelib chiqib ihson qilsangiz bo'ladi. 11-si boya biz hadisda yodingizda bo'lsa, xufton namozini jamoat bilan o'qish degan edik. Hamda 11-si bomdod namozini ham jamoat holatda o'qish hisoblanadi. 11-shu.
Nimaga desangiz, hadis bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim xufton namozini jamoat bilan o'qisa, go'yo kechani yarmini bedor o'tkazibdi. Kim bomdod namozini jamoat bilan ado qilsa, go'yo kechaning barchasini namoz o'qibdi deganlar. Imom Muslim rivoyat. Shuning uchun iloji boricha bomdod namozini ham jamoat bilan o'qish afzal hisoblanadi. Xo'p, keyingisi iloji boricha ibodatlarni hamma turlarini qilishga harakat qilish kerak. Masalan, ihson qilish, sadaqa qilish, duo, salovat shu ekranda ko'rib turgan 12 ta holatda tavsiya qilgan ibodatlarni qilsangiz bo'ladi. Hamda iloji bo'lsa videoga like bosib qo'ysangiz, bu 10 ta odamga yetib borishiga xizmat qiladi. Inshaalloh sizga ham savobi tegadi. Xo'p, shu 12 ta amalni qilib bo'lganingizdan so'ng yana vaqt qoladigan bo'lsa, iloji boricha ko'proq Qur'oni Karim o'qish tavsiya etiladi. Chunki Ramazon oyi Qur'on o'qish oyi hisoblanadi. Agarda siz arab tilidagi Qur'onni o'qishga qiynalsangiz yoki bo'lmasa qaysi joyini tushunmay qolsangiz, biz Telegramda guruh ochganmiz, yordam guruhi. Videosida manzilini qoldiramiz. O'sha guruhga kirib, masalan, Qur'oni Karimda biron bir joyini suratga olib tashlasangiz, biz sizga qanday o'qishga yordam qilamiz va savollaringiz bo'lsa ham Telegramdan yozsangiz bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Qadr kechasi qachon? Qadr kechasi Ramazon oyining oxirgi 10 kunligida yashirilgan. Agarda siz Ramazon oyini oxirgi 10 kunini ibodat bilan o'tkazadigan bo'lsangiz, Xudo xohlasa, siz Qadr kechasini topasiz. Keyingi videolarimizgacha salomat bo'ling.